Cobalt mashinamizni shumkalarini boshladik. Xudo xolasa etap har bir detallari alohida ishlanyapti. Oldin qismidan boshlaganmiz. Ancha ishlari bo'ldi o'zi. Torpedani yechib olganmiz. Eshik hamda krellari bo'lgan. Eshlaringiz mumkin. Eshiklari bo'ldi, krellari bo'lgan, kapotlari bo'ldi mashinamizda. Salon qismiga ancha ishlari bor. Salon qismlari qilinyapti. 4 ta eshiklarimiz bitgan. Endi torpeda tom qismlari mashinamiz 2 sloy bo'lyapti. Shumkalari. Ben bunu rolikni men olib Birma-bir. Ko'pchilik narx so'raydi. Bitta Cobalt mashinamizga boshlang'ich narxi 5 million so'm shumka qilishi. Mahsulot sifatiga qarab, ishning sifatiga qarab chiqaveradi. Mana bu yoqda esa Labo mashinamiz. Buni ham polni salon qilib beramiz. Bu mashinamizni oldin eshiklari bo'lgan ekan, shumkalari, mana bu qoplariga ham bor edi. Biz buni olib tashladik. Qopga umuman shart emas, sababi eshik osilib qoladi, apishka ham shishib qoladi. Umuman kerak emas. Zo'r effekti qopga yopishlar zo'r bo'ladi-yu, lekin bu Damas hamda Labo mashinalari uchun kerak emas. Salonni polni torpeda oyoq taglari, orqalaridan polni shunga qilamiz. Polni koja qilib, silenlariga chol qo'yamiz. To'liq salonni qaytadan etib beramiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Shunga xizmatlarimiz, salon xizmatlarini bemalol akkuratligini sifatli qilib beramiz.